Chet davlatda tahsil olish bugungi hayotimizda anchayin ommalashib qolgan holat. Ammo 100 yil avvalchi 1922-yil ulug' turkistonlik 70 talaba Olmoniya diyoriga o'qish uchun yo'l oldilar. Ularning birgina istagi bor edi: mustamlaka vatan uchun o'qimoq, uni ilm bilan bu qaro kunlardan qutqarmoq edi. Shu istak ularning maqsadiga, bir umrlik orzusiga aylandi. Bugun sizga tavsiya qilayotganimiz zamonaviy o'zbek adabiyotining yosh ijodkori Javlon Jovliyevning qalamiga mansub Qo'rqma asari. Ana shu 70 talabaning achchiq qismatini yuksak badiiy mahorat bilan yoritib bergan. Roman o'zgacha uslubda yozilgan. Unda vaqt, voqealar ketma-ketligi, ularning chegaralari istalgan paytda buzilishi mumkin. Bundan tashqari romandagi obrazlarga ism berilmagan. Bosh qahramonning amaklarini to'ng'ich, suvchi, domla, hisobchi, traktorchi va kenja, kursdoshlarini esa qoravoy, telefonchi, qiztaka kabi nomlar bilan atashi ham e'tiborni tortadi. Bosh qahramonimizning o'zi bo'lsa, o'sha mashhur kursdosh ko'magi 10 ta qo'y bilan kirgan tarixchi talaba, 6 oylik chaqaloq vaqtida ota-onasidan ayrilib, bobo va momosi qo'lida qolgan qahramonimiz nihoyatda sodda va g'arib muhitda amakilarining kaltaklari ostida katta bo'ladi. Aroqxo'r otasining zulmidan xavfsirab ulg'ayishga majbur bo'lgan Lola ismli qo'shni qizga ko'ngil qo'yadi. Tarixchi bobosining 70voylar haqidagi hikoyalarini eshitib ulg'aygani uchun uni hamma narsa qiziqtirib qo'yadi. Arxiv titkilaydi. Butun vujudi bilan ular haqida ma'lumot yig'ishga kirishadi. Qahramonimiz Lolaning oldiga Berlinga boradi. U yerda bundan bir asr avval ta'lim olgan Abduvahob Murodiy, Ahmad Shukuriy, Sattor Jabbor, Mayram Sultonmurodova va Xayriniso xonim kabi talabalarning izlarini qidiradi. Ular bilan birga nafas oladi. Kunduz xayollarida, tunda tushlarida ular bilan uchrashadi. Murodiy so'zlari bilan berilgan bu savollar saboqdosh talabalarni emas, balki bugungi yosh avlodni so'roqqa tutayotgandek go'yo. Qahramonimiz esa bu savollarga shunday javob beradi: ko'zlarim Orol bobo aytganidek ko'r ekan. Qonimda barcha illatlardan ulush suzmoqda. Buzilgan ruh. Men qo'rqoqman. Men jonimni o'ylab xoinlik qilaman vatanga. Nafsimni deb muhabbatimni men ishlamay tishlayman. O'qimay institutga kiraman. Sevgiga munosib bo'lmay sevaman. Bolani qanday tarbiya qilishni bilmay xotin olaman. O'lishga arzimay o'laman. Bilmen, shunday bo'lsam baxt edi millatga. Ammo afsus, bu illatlar singib ketgan urug' aymog'imizga. Bu tanamizdan oldin millatimizni ko'madi qaro qabrga. So'ng yashayveramiz hissiz va millatsiz. Yana bir e'tiborli jihati ham borki, asarda boshdan oxirigacha eshaq-qurt haqida gap ketgan. Xalqda murda yerga qo'yilib tuproq tortilgach, eng birinchi shu hasharot oziqlanish uchun jasadning oldiga kelishi aytiladi. Muallif jamiyatda g'ayri maqsadli, vijdonsiz, faqat o'z manfaati uchun yelib yuguradiganlarni aynan shu hasharotga qiyoslaydi. Birovning o'limini bayram qilishni tirikchilikka aylantirgan bunday kimsalar har qaysi jamiyatda uchrashi mumkin. Qahramonimizning Berlinga kelishidan ikkinchi maqsadi Lolaga turmush qurishni taklif qilish edi. Ammo Lola bosh obraz avval tanigan sochlari kokul hurlik qiz emas edi ortiq. Qahramonning Lolaga bo'lgan sevgisini O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi mas'ul xodimi Shirinbek bilan birga xiyonat qilib Lolaning o'zi parchalaydi. Qahramonimiz uni bu dunyoda ushlab turgan yagona umididan ham ayiradi. Muallif o'tgan asr mamlakatimiz ustidan hukmron siyosatni ham, mustaqillikdan keyingi avlodni ham ayamasdan so'z bilan savalaydi. Aslida ulug' maqsad bilan ilm izlab o'zga yurtga yo'l olgan 70 o'zbek farzandi orasidan bir sotqin chiqib, qolgan safdoshlari va vataniga moddiy manfaati uchun xiyonat qiladi. Qizil askar nomi bilan tilga olingan ushbu obraz qahramonimizning katta bobosi bo'lib chiqadi. Xalq qarg'ishiga qolgan qizil askarning haqqini avlodining qoni bilan to'laydi. Avval 6 ta amakisi, so'ng asar so'ngida bosh qahramonning o'zi ham vafot etadi. Muallif asar bosh qahramoni obrazida o'zining ichki kechinmalarini ham yoritib beradi. Romanda milliylik, vatanparvarlik ruhi har satrda ufurib turadi. Asarda o'sha davrda yurtimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan talabalar haqidagi badiiyatni o'z maromiga yetkazib beradi. Muallif millatning ertasi uchun o'limini bo'ynlariga olgan talabalarning xotirasi jonlanadi. Ular yetisha olmagan orzu asar bilan tanishgan har bir inson qalbiga urug' misol qadaladi.